Agar har kuni tongda och qoringa tuzli suv ichilsa, organizm shunday holatga keladiki, hatto aqsh armiyasi hayratda qoladi. Birinchidan, teri. Dengiz tuzining minerallari terida toksinlarni shunday chiqaradiki, xuddi sizni dunyodagi eng mashhur dermatolog davolaganday tuyuladi. Teri taranglashadi, urush maydonini eslatadigan yuzingizdan husnbuzarlar yo'qoladi. Ikkinchidan, og'iz. Tildagi qarashlar yo'qoladi, bakteriyalar halok bo'ladi. Nafasingiz Rossiya o'rmonlarining havosiday musaffo bo'ladi. Milklar yosharadi. Uchinchidan, detoks. Hujayralar klizmasiz, ichni tozalovchi dorilarsiz, har xil smuzilarsiz qayta ishga tushirilganday yosharadi. To'rtinchidan, xuddi sizni eng mashhur shifokorlar davolaganday oshqozondagi yaralar bitadi, teri yangilanadi, tirnoqlar mustahkamlanadi. Beshinchidan, immunitet. Virus, bakteriyalar va shamollash bir lahzada deportatsiya bo'ladi, ya'ni organizmni tark etadi, chunki tuz har qanday hokimdan zo'r ishlaydi. Xulosa: tongda ichilgan bir stakan tuzli suv nimjon odamni tank odamga aylantiradi. Bu xabarni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying, zero u ham tankday mustahkam bo'lsin.